Demak, sen bo'rsuq bo'lib tug'ilding va seni hayoting odatda sen oilada yagona farzand bo'lasan. Tug'ilganingda senda uzun tirnoqlar, o'tkir tishlar, doimiy yashash joyi ham bo'lmaydi. Onang seni har bir necha kunda indan-inga ko'chirib yuradi, chunki boshqa yirtqichlar sizlarni topa olmasligi uchun. Kuchli yelka mushaklari va 4 santimetrli tirnoqlarga ega panjalar uchun uy qazish juda oson ish. Lekin seni onang har safar yangi joyga ko'chganda yangi uy qazavermaydi. Ajablanarlisi shundaki, bu masalada ona bo'rsuq insonlarga xos bo'lgan tamoyilga amal qiladi. Boshqalarnikini tortib olish mumkin bo'lsa, nega vaqt va kuch sarflab o'zingga uy qazish kerak? Masalan, shu yovvoyi cho'chqani uyasiga o'xshab. Ichkarida cho'chqa borligi bu cho'chqaning muammosi. Sen g'amxo'r va iliq muhitda ulg'aymaysan. Yashash uchun kurash darslari sen onangni ortidan yurishni boshlagan paytingdan boshlanadi. Bu darslarda sen hamma narsani, ovqat topishni, in qazishni yoki boshqanikini tortib olishni, begona hududlarda o'zingga yo'l topishni, yirtqichlardan himoyalanish va ilon o'ldirish san'atidan iborat bo'ladi. Sen onang bilan 1 va 1,5 yilgacha birga bo'lasan. Keyin esa onang seni o'z hududidan haydab yuboradi. Sen birinchi marta savanna bilan yakkama-yakka qolasan, lekin senda qo'rquv yo'q. Asalxo'r bo'rsuq Guinness rekordlar kitobiga sayyoradagi eng qo'rqmas sut emizuvchi sifatida kiritilgan. Sening qo'rqmasliging asosli, chunki senda bu shafqatsiz dunyoga tura oladigan narsalar bor. Sening jiddiy arsenaling bor. Oddiy qurollar, tishlar va tirnoqlardan tashqari, duming ostida juda o'tkir, badbo'y va uzoq saqlanadigan, hid chiqaradigan bezlar mavjud. Sening tering bu go'yo himoya nimchasidek. Uni hatto katta yirtqichlar ham teshib o'tishda qiynalishadi. U boshqa hayvonlarnikiga o'xshab mushaklarga qattiq yopishmagan. Shuning uchun sen uning ichida go'yo aylanib yurgandek javob zarbasini bera olasan. Sen og'riqqa juda chidamlisan. Asalarilarning yuzlab chaqishi, chayon zahri, leopard zarbasidan olingan yaralar hech biri seni maqsadingdan to'xtata olmaydi. Sen zaharlarga juda chidamlisan. Bu yerda hammasi oddiy. Ilon seni chaqadi, sen ilonni tishlaysan, ikkalang ham o'lasan. Lekin sen qayta tirilasan. Nyam. Yuqori intellekt. Sen yashab qolish masalalarida noodatiy topqirlik va ixtirolar ko'rsata olasan. Yo'llarni va resurslar joylashgan joylarni eslab qolish, tosh va tayoqlardan mukammal foydalanasan. Masalan, mashhur bo'rsuq Stolf kabi. U axlat va loydan devor yasab, Volver devoridan oshib o'tgan. Agressiya yashab qolish uchun strategiya. Sen uchun urush yoki qochish degan dilemma yo'q. Sen oldinga harakat qilasan va birinchi zarbani kutmasdan o'zing zarba berasan. Bu hatto eng xavfli raqiblarni ham, sher, leopard yoki sirtlonlarni ham hayratda qoldiradi. Ular ko'pincha sen kabi telba bilan muammo xohlashmaydi. Sen qo'rqmas bo'lib tug'ilmaysan. Sen qo'rqmas bo'lib shakllanasan. Men gapirgan paytda pastga qara! Onangning reaksiyasi va harakatlarini kuzatib, shu yagona xulqni o'zlashtirasan va boshqacha bo'la olmaysan. Seni yomon noming, beadab va xavfli bezori sifatidagi obro'ying bu seni yagona ittifoqching. Shu tufayli ko'pincha janjallarsiz qolasan, chunki yirtqichlar senga yaqinlashishni xohlashmaydi. Ammo dunyo seni baribir sinovdan o'tkazadi. Yosh, tajribasiz sher seni o'zi uchun oson o'lja deb o'yladi. Tajribasizligiga qaramay, u baribir sen uchun juda xavfli raqib bo'lib qoladi. Agar u bo'yin yoki bosh qismidan to'g'ri tishlay olsa, birgina tishlash bilan seni o'ldirishi mumkin. Lekin sen unga o'z g'azabingni ko'rsatishing kerak, chunki faqatgina shu yo'l bilan bu shafqatsiz dunyoni yengishing mumkin.
Demak, sen asalxo'r bo'rtib bo'lib tug'ilding va sen hayoting bu